Autodesk Revit dasturiga kirganimizda sozdать bo'limini bosadigan bo'lsak, model qismidan sozdать va shablonlarni ko'radigan bo'lsak, bizda bir nechta shablonlarni bizga taklif qiladi. Lekin biz bu shablonlarni birontasini ham ishlatmaymiz. Shu sababdan biz hammasini o'chirib tashlab, o'zimizning shablonni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi bularni hammasini o'chirishimiz uchun biz aynan bu burchak tarafdagi главный degan tugmani bosamiz. Bizda aynan xuddi shunaqa oyna ochiladi yoki bo'lmasa sizlarda fayl ochilmagan bo'lsa, aynan mana shunaqa pustoy oyna ochilishi mumkin. Fayl tugmasini bosamiz burchakdagi parametr. Bu joydan fayl qismiga tushamiz va mana bizda настройкасы bizda boya chiqqan shablonlar hammasi spiskasi mana bu yerda turibdi. Biz buni hammasini o'chirib tashlaymiz. Ya'ni ustiga bosib turib bittasini minus tugmasi bilan o'chirib tashlaymiz. Oxirida bitta shablon qoladi. Sababi hammasini birdaniga o'chirib yubora olmaydi. Shu sababdan bizda hozir bitta shu shablonni o'zi qoladi. Okey bosamiz. Ana endi biz o'zimizga shablonni qo'shishimiz uchun boyagi faylga kiramiz, plus ya'ni добавить tugmasini bosamiz va o'zimizga shablonni ADSK.ru shablon proyekt ayr o'zimizga kerakli versiya 19 bo'lsa 19, 20 bo'lsa 20, 21 bo'lsa, ya'ni qaysi versiya bo'lsa, o'sha versiyani belgilaymiz. Hozir menda 23 va menda 19 shablon bo'lgani uchun men buni hozir bu joyga qo'shmayman. Sababi agar qo'shadigan bo'lsam, faylimni 19 ni 23 ga aylantirish uchun ancha vaqt ketadi. Keyin 23 qilib сохранить qilishga ko'p vaqt ketadi. Shu sababdan men hozir birinchi shablonni открыть qila olaman. Buning uchun главный tugmasini bosamiz. Открыть. ADSK shablon turibdi. Mana tepada sizlarda ссылкасы turibdi. Ссылкаdan skachat qilsanglar bo'ladi. O'zingizga kerakli har doim aniq bitta joyga сохранить qilib qo'yganinglar ma'qul. Bu joydan belgilab turib shablonni открыть tugmasini bosaman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 19 ni 23 ga o'giryapti. Va bu agar kuchsiz kompyuter bo'ladigan bo'lsa, kuchsiz kompyuterlarni juda ko'p vaqtini oladi. Maslahat beraman. Eski versiyadagi shablonni ochish uchun birinchi ochib olib, сохранить qilib turib versiyasini yengillab olib, keyin boyagi joydan fayldan shablonga qo'shib qo'yishimiz mumkin. U shablon faylga qo'shib qo'yishdan maqsad nimaligini hozir tushuntirib beraman. Buni fayl bosamiz. Сохранить как shablon. Bu yerda proyekt emas, shablon. Okey. Bu joyda 19 turibdi. Men buni mana bu 19 deyilgan joyni 23 deb yozib qo'yaman. Bo'ldi. Сохранить. Birligiga ahamiyat berdik. RT turibdi. Ya'ni Revit template. Закрыть qilamiz faylni. Ana endi sozdать tugmasini bossak, bizda boya o'chirgan fayllarimiz, shablonlarimiz o'chib ketgan. Bu yerdan biz bu yerga shablonimizni qo'shish uchun Ctrl-D yoki главный tugmasini bosamiz. Fayl, parametr, fayl, plus tugmasini bosamiz va mana bizda 23 shablon turibdi. Открыть bosamiz, bu joyga qo'shildi. Ana endi OK tugmasini bosamiz. Endi главный tugmasini bosib turib создать shablon строительство emas, o'zimizga kerakli shablonni mana buni bosamiz. Proyekt holatida OK bosadigan bo'lsam, mana endi faylni tez ochdi. Agar boyagini сохранить qilib ochmaydigan bo'lsam, menda juda ko'p vaqt ketishi mumkin edi.